Yakkasaroy tumani Muqimiy ko'chasi, okay? 144-maktabdan shundoq kirib kelganimiz edi. Yo'l yuzida bugun sizni biznes qilishingiz uchun yoki yashashingiz uchun 3 sotixli hovli binoyimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak 650 kvadrat. Xohlasangiz biznesga, xohlasangiz yashash uchun. Ro'paramiz Salomatini, bu tarafimizda Rakat mahallasi, yaqindan internetlarni yorib yuborishdi-yu, 6 sotixli hovli 1 millionga sotildi deb. Aynan mana shu yonimizdagi mahallada bo'ladi. Lokatsiyani zo'r joyi, okay, bu yoqqa xususiy maktab, xususiy bog'cha qilib qo'ysangiz hamcha, okay, idealniy joy. Proxodimiz juda yaxshi. Xo'p, ichkariga kiramiz. Binoyimiz 650 kvadrat, 4 qavat podvol, 1-chi, 2-chi va 3-chi qavatlarimizda. Xo'p, kirib keldik, ikkita mashina ichkariga qo'ysa bo'ladi. O'rtada mana shunaqa hovlimiz qolgan. Kirganda etek qismida o'tda bizani baseyn uchun sharoitimiz qoldirilgan. Oshxona, sanuzel planirovkaga o'tamiz. Binoga kirdik, bizani bitta hol qismimizni kutib oladi. Shundoq o'tganimizda bu yoqda bizani zalimiz joylashgan, oynalarimiz ko'cha tarafga qaragan. Yonida bu yerda общий sanuzel va shundoq yonida bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ikkinchi qavat. Chiqdik, yana bitta hol. Kichkinagina balkon, yonida mana navesli joyimiz bor. Okey, bu yerda terrasa qilib ham idealniy chiqadi. Tepa qavatdan hovlimizning ko'rinishi. Xo'p, xonalardan boshlaymiz. Shundoq chiqdik, ro'paramizda kabinet uchun mo'ljallangan bitta xonamiz, yoki endi albatta bu xonani o'zingizga moslab turib, bolalar uchun qilsa bo'ladi. Keyingi xonamizga o'tamiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, garderobni uchun bu yoqda sharoiti, sanuzeli va bu bo'lsa bizani yotoqxonamizning o'zi joylashgan. Birinchi yotoqxonamiz, kabinet hisobladik. Bitta kabinet, bitta yotoqxona. O'rtada bu yoqda bizani ikkinchi yotoqxonamiz joylashgan va shundoq yonida bo'lsa, bu yerda xuddi shunaqa kirganimizda garderobni, sanuzel va shundoq bu yon tarafida o'zini yana bitta yotoqxonasi bilan xonamiz joylashgan. Eng tepa qavatimiz mansardli qavat. Ko'rayotganingizdek, xonalarga bo'linmagan, yo'l yuzi oldi tarafga qaragan bo'lsa, bizani oynalarimiz bor. Bu joyimizni ham bemalol xonalarga bo'lib turib foydalansa bo'ladi. Xullas, okay, lokatsiyasi juda zo'r joy. Undan tashqari biznes qilishingizga ham sirazi mos keladigan joy bo'lgan. Proxodimiz juda yaxshi. Xususiy maktab, xususiy bog'cha yoki mana yonimizda shunday hostel bor, shunaqa gostinitsa ham qilib bo'ladi. Xullas, yashashga ham mos keladigan xonadon. Narxiga keladigan bo'lsak, okay, $410 ming so'ralyapti. Azgina o'tib beradigan joyi bor. Primoy, o'rtada hech kimlarsiz joyi egasini telefon raqamini yozib qoldirdim.